E'tiboringiz markazida Mundial kundaligi ko'rsatuvining 3-soni. Studiyada Kamoliddin Alimov. Assalomu alaykum. Kecha va bugun Mundialning navbatdagi 4ta uchrashuv o'tkazildi. B guruhida o'ziga xos sensatsiya qayd etildi. Unda Qatar terma jamoasi Shvetsariyaga qarshi bahs olib bordi va so'nggi daqiqalarda urgan gol evaziga durang o'ynadi. 1-1. Shvetsariyaliklar 17-daqiqada Brel Embolo penaltidan urgan gol tufayli oldinda borayotgan bir paytda Qatarning 35 yoshli himoyachisi Boualem Xouxi 95-daqiqada katta sahnaga chiqib hisobni tenglashtirdi. Kunning navbatdagi uchrashuvi C guruhida bo'lib o'tdi. Braziliya terma jamoasi ishtirokida aynan mana shu o'yinga to'xtalishdan avval hamkasbimizga navbatni bermoqchiman. Abdulvosit Bektemirov Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib borgan O'zbekiston muxlislari klubi raisi Abdurahmon Fozilov bilan bevosita stadionda muloqot qilgan. Demak, navbat aynan mana shu lavhaga. Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum jigar. Zo'r yetib keldik, xudo xolasa. Haqiqiy futbol shukuhi. Bu men uchun 3-jahon chempionati. Braziliya va uzr 4-chi ekan. Braziliyada bo'lganman, Rossiya jahon chempionati, Qatar jahon chempionati va bu 4-jahon chempionati inshaalloh. Birinchi ochilish o'yinimi endi? Bumi? Amerikadagi birinchisi. O'ylaymanki finalgacha boramiz va finalda O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz. Why not dedi o'ris ana inglizlar, shunaqa gap. Bugun kimga muxlislik qilasiz? Braziliya, Marok. Bugun ochig'i Braziliya muxlislarining ichida bo'lganim bilan baribir biz uchun juda ham yaqin bo'lgan Marokkoga muxlislik qilaman. Nimaga Braziliyada bo'laman? Endi yashirmayman, menga ko'proq kontent muhim. Bu ikkala komandadan ko'ra. Lekin O'zbekiston o'ynaganda Luboyni yoramiz inshaalloh. Rahmat Abdurahmon. Sog' bo'lasizlar. Mana bugungi uchrashuvga tashrif buyurgan O'zbekiston. Safar akadan so'ra, bu odamdan so'ra. Legenda. Bugun kimga muxlislik qilasiz Safar? Bugun chiroyli futbolga. Kim yutadi? Albatta Braziliya yutsa kerak. Hisob 2-0 yoki 2-1. Rahmat. C guruhidan o'rin olgan ushbu uchrashuvda 1-1 hisobdagi durang natija qayd etildi. Braziliya Marokash bilan durangga rozi bo'ldi. 21-daqiqada Ismoil Saybori hisobni ochgan bo'lsa, 32-daqiqada Vinicius Junior muvozanatni tikladi. 1-1. Hamkasbimiz Abdulvosit Bektemirov aynan mana shu o'yin yakunlangandan so'ng stadion tashqarisidan yana bir reportajni e'tiboringizga havola qilgan. Demak, navbat aynan mana shu reportajga. Xo'sh, jahon chempionatida biz shaxsan stadiondan turib yoritgan birinchi o'yin yakunlandi. O'yin qanaqa yakunlangan, kim o'ynaganidan xabaringiz bor. Braziliya va Marokash durangga qo'l qo'yishdi. O'yin qanday bo'ldi deb o'tsam, mendan ham yaxshiroq ko'rgansizlar. Biz endi stadiondan turib yo shu maydon yonida turib rasmga olganmiz yoki tribunada o'tirganmiz. Atmosfera shunchaki dahshat bo'ldi. 82500 ta muxlis sig'dira olsa, ushbu stadionga 80 mingta adashmasam muxlis keldi. Ya'ni deyarli 98% to'ldi. O'yin ham juda sifatli bo'ldi. Endi dunyoning ikkita eng top jamoalaridan biri o'ynayotgan bo'lsa, shu Braziliya 5 karra chempionlar va o'tgan jahon chempionatining yarim finalchisi. O'yin masalasida umuman gapira olmaymiz. Shunchaki top klass. Faqat tashkiliy masalasida gapira olaman. Men shaxsan jurnalist sifatida endi Amerika bo'lgani uchun biroz qiynaldik. Balki birinchi o'yin bo'lgani uchundir. Bizning birinchi o'yinimiz bu stadiondagi ham birinchi o'yin. Tashkiliy masalada qiynaldik. Ya'ni orada bo'lgan masofalar juda uzoq. Kunda issiqda yurib kelish, bir necha kilometr yurib qo'ydik menimcha. Keyin shu prilojeniydan tekshirib olaman. Shuningdek, media tribunada o'tira olmadim bugun, ya'ni muxlisdan yonida o'tirdim. Alohida ajratilgan joy uchun shu sig'may qolgan jurnalistlar deydimi? Shunaqa bugungi uchrashuvda o'yindan keyin bo'lsa, men mix zonaga tushdim. Mix zonada barcha futbolchilarni ko'rdim, ulardan intervyu oldik. Bu lavhalarni ham sizlarga taqdim etamiz. Faqat hamma kutgan deydimi? Eng mashhuri eng dodasi Neymar o'tmadi. Bilmayman nimaga 2 soat kutdim Neymarni va hamma jurnalistlar kutdi. Braziliyaliklar, Marokashliklar, lekin Neymar umuman o'tmadi. Va oxiri endi sovuqligidan konsertni ishlayotdi, tashqariga chiqib ketdim, media sentrga keldim va aynan shu videoni sizlarga yozib olamiz. Xo'p, yana bugun hamyurtimiz Abdurahmon aka Fozilov ko'rdik. Ular ham bugun uchrashuvga tashrif buyurganlar. Ulardan ham qisqa lavha tayyorladik ular bilan. Yana nima qiziqarli voqealar bo'ldi. Shu stadion muxlislarning kelishi, jurnalistlar uchun yaratilgan sharoitlar haqida lavhalar olishga ulgurdim. Xullas, bugun bizani kunimiz yakunlandi desa ham bo'ladi. Tomosha qilganingizda ertalab Atlantadan uchib kelgandik. Endi yana ertalab tunni shotda o'tkazib, yana Atlantaga yo'l olamiz. Obuna bo'ling, like bosing, izoh yozing, bizdan kuzatishda davom eting. Jahon chempionatining birinchi o'yinimiz yakunlandi. Mana Braziliya Marokash men uchun ham, fotografimiz uchun ham jahon chempionatlaridagi debyut o'yinimiz bo'ldi. Braziliya Marokash joylashgan guruhning ikkinchi o'yinida Shotlandiya Gaitini qiyinchilik bilan mag'lub etdi. 1-0. Yagona golni yarim himoyachi Jon Maggin urdi.
Bugungi kunning so'nggi uchrashuvi D guruhining ikkinchi uchrashuvi bo'ldi. Unda qardoshlarimiz Turkiya terma jamoasi kutilmaganda yashil qit'a vakillari hisoblangan Avstraliya terma jamoasiga 0-2 hisobda imkoniyatni boy berib qo'ydi. Buni ham albatta mundialning kutilmagan natijalari sirasiga qo'ysak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ushbu guruhning dastlabki uchrashuvida musobaqa mezbonlaridan biri Amerika Qo'shma Shtatlar terma jamoasi Paragvaydan 4-1 hisobida ustun kelgandi. Xabarlar taqdimotida davom etamiz. Endi bugun kechqurun va ertaga ertalab Y va F guruhlar o'yinlari o'tkaziladi. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Germaniya Kurasaoni sinovini o'tkazsa, 0:00 dan boshlab yaqinda O'zbekiston bilan o'rtoqlik o'yin o'tkazgan Niderlandiya qit'adoshimiz Yaponiya bilan ro'baro keladi. Shuningdek, oldinda muxlislarni Côte d'Ivoire, Ekvador hamda Shvetsiya, Tunis qarama-qarshiliklari ham kutib turibdi. Mazkur bellashuvlar mos ravishda Toshkent vaqti bilan 0:00 va 07:00 da boshlanadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Ibrohim Halil Yo'ldoshev Instagramda o'z atrofidagi turli mish-mishlarga chek qo'ydi va muxlislarga murojaat bilan chiqdi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda futbolchining terma jamoa yig'inlardan chetda qolganligi borasida turli bahs-munozaralar va salbiy fikrlar ko'payganda, ayrim muxlislar buning sababini futbolchining tashqi ko'rinishi, xususan soch yoki soqoli bilan bog'laganda. Ibrohim Halil Yo'ldoshev o'z bayonotida bu gap so'zlarni rad etdi va milliy jamoadan chetda qolgani jarohat bilan bog'liqligini ta'kidladi. Iqtidorli himoyachi o'z maktubida barcha ishqibozlardan uydirmalariga ishonmasligini so'radi. Amerika yashil maydonlarida o'tayotgan jahon chempionati nafaqat futbol bayrami, balki turli madaniyatlarning kutilmagan to'qnashuv maydoniga ham aylanmoqda. ESPN Braziliya muxbiri O'zbekiston terma jamoasi lagerdan lavha tayyorlaganda portugal tilida mukammal gapiruvchi hamyurtimizni uchratib qoldi. Bu yigitcha chempionat Aziya muxbiri Abdulvosit Bektemirov bo'lib, u portugal tilini onlayn tarzda o'qib o'zlashtirgan. Ayniqsa uning afsonaviy braziliyalik bastakor Adoniran Barboza ijodining shaydosi ekani xorijlik hamkasbini lol qoldirdi. Ikki jurnalist efirda mashhur Trim das Onze mashhur samba qo'shig'ini birgalikda kuyladi. Lavha yakunlanar ekan braziliyalik jurnalist mana o'zbekcha mehmondo'stlik va Braziliya sambasining haqiqiy uyg'unligi deya hayratini yashira olmadi. Treino do Uzbequistão. A equipe da ESPN está aqui e é claro que nesse momento eu tenho que gastar o meu Uzbek. Ismin Iznima. Meu nome é Abdulwasit, eu sou jornalista esportivo do Uzbequistão, o país que classificou-se pela primeira vez em sua história. Sim. E por que fala português? É porque aprendi isso desde a música de Adoniran Barbosa. Sim. Sim, sim, sobre essa. Não posso ficar Nem mais de um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jansanão, sem perder esse trem que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. É o Uzbequistão com o samba brasileiro. Xabarlar taqdimotida davom etamiz. Angliyalik taniqli hakam Michael Oliver kutilmagan jarohat sabab jahon chempionatidagi ilk o'yinni o'tkazib yuboradi. 41 yoshli Oliver Y guruhdan o'rin olgan Côte d'Ivoire va Ekvador terma jamoalari o'rtasidagi yakshanba kungi bahsni boshqarishi kerak edi. Filadelfiyada bo'lib o'tgan ushbu uchrashuvda endi uning o'rnini fransiyalik François Latexe egallaydi. FIFA rasmiy bayonotiga ko'ra, ingliz referisining jarohati jiddiy emas, u bir necha kundan keyin to'liq sog'ayib turnirdagi keyingi o'yinlarni boshqarish uchun safga qaytadi. Eslatib o'tamiz, Michael Oliver 2013-yildan buyon APLda hakamlik qiladi va bungacha Jahon chempionati 2022 hamda Euro 2024 musobaqalarida ham ishlagan. Braziliyalik yulduz Neymarga 2 tomchi suvdek o'xshash bo'lgan Egan Oliver Amerikadagi yirik savdo markazlaridan birida paydo bo'lib, katta tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Uni haqiqiy futbolchi deb o'ylagan yuzlab muxlislar es-hushini yo'qotib, esdalik uchun suratga tushish maqsadida ustiga yopirilishdi. Vaziyat shu darajada jiddiy tus oldiki, hatto mahalliy politsiya ishga aralashishiga to'g'ri keldi. Eng qizig'i, tartib posbonlari ham qarshisidagi inson soxta Neymar ekanligini sezishmagani va ommaga qarshi turib, Egan Oliverani alohida qo'riqlab xavfsiz joyga olib chiqib ketishgan. Mashhurlikning foydali tomoni deb aynan shuni aytsa kerakda. Jahon chempionatining qizg'in pallasida koreyaliklar ustozi va yulduz futbolchi o'rtasida qiziqarli voqea yuz berdi. Terma jamoa Chexiya ustidan qozonilgan 2-1 hisobdagi muhim va og'ir g'alabadan so'ng bosh murabbiy Hon Myon Bo mashg'ulot paytida jamoa yarim himoyachisi Lee Kan Inning qo'ldan mobil telefonini to'g'ridan-to'g'ri tortib oldi. Murabbiyning bu qarori futbolchilarning chalg'imasligi va bor e'tiborini keyingi o'yinlarga qaratishi uchun qilingan chora edi. Biroq bu jazo jamoadagi bayramona muhitni aslo buzmadi. Bu
Bugungi dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni kuzatishda davom eting.